Assalomu alaykum. Sizlar bilan navbatdagi darsimiz bu tiriklikning tuzilish darajalari ekan. Hop, demak, hop, tiriklikning tuzilish darajalari. Hop, tirik mavjudotlarning eng oddiy kechirasiz, ozroq shamollaganman. Hop, demak, tiriklikning tuzilish darajalariga qolgandik. Tiriklikning tuzilish darajalari tirik mavjudotlarning eng oddiy molekuladan tortib murakkab biosferagacha bo'lgan tartibli va iyerarxik, ya'ni zinapoya, iyerarxik degan zinapoya ko'rinish deganida, iyerarxik ko'rinishni tashkil etuvchi jarayon hisoblanadi. Endi har bir darajada o'ziga xos jarayonlar boradi. Har bir daraja bundan tashqari o'zidan past darajalarga tayangan holatda hayotiy faoliyatini davom ettiradi. Biz tiriklikning tuzilish darajalarini molekula, organoid, hujayra, to'qima, organ, organizm, populyatsiya, ya'ni tur, biotsinoz, biogeotsinoz, ya'ni ekotizm va biosfera darajalariga bo'lib o'rganar ekanmiz. Molekula darajasi, demak, molekula darajasida biz 2 va undan ortiq atomdan tashkil topgan kimyoviy birikmalarni, masalan, DNK bo'lishi mumkin, suv, karbonat angidrid, glyukoza deymizmi, xuddi shu kabi 2 va undan ortiq atomdan tashkil topgan kimyoviy birikmalarni molekula darajasida o'rganamiz. Keling endi molekula darajasining komponentlari bilan tanishib chiqaylik. Demak, molekula darajasining komponentlariga uglevod, oqsil, lipid va nuklein kislotalar kirar ekan. Uglevod, oqsil, lipid va nuklein kislotalar. Xo'p, oddiygina shakarni misol qilib oladigan bo'lsak, masalan, uglevod. Qarang, u tirik organizm emas, to'g'rimi? Unday holatda qanday qilib tirik organizmlarda nima aloqasi bor buni deydigan bo'lsangiz, buning boisi shundaki, shakarimiz bu moddalar almashinuvida bizlarga nima hosil qilib beradi? Energiya hosil qilib beradi. Uglevod, to'g'rimi? Xuddi shu kabi. Demak, bular molekula darajasida o'rganiladi. Endi molekula darajasida moddiy va energiya almashinuvi sodir bo'lar ekan. Bundan tashqari, irsiy axborotning uzatilishi ham aynan molekula darajasida boshlanadi. Bundan tashqari, quyosh energiyasining kimyoviy energiyaga aylanishi ham molekula darajasida sodir bo'ladi. Oddiy fotosintez jarayonini oladigan bo'lsak, bu ham qaysi jarayon? Molekula darajasida sodir bo'ladi. Fotosintez jarayoni. Navbatdagisi organoid. Endi tiriklikning organoid darajasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, xo'p, organoidning demak komponentlari bilan tanishik avval. Organoidlarimiz ribosoma, lizosoma, sitoskelet va Golgi majmuasi kabi tuzilmalardan, ya'ni komponentlardan tashkil topgan hisoblanadi organoidimiz. Xo'p, bundan tashqari demak, navbatdagi tuzilish darajamizga to'xtaladigan bo'lsak, organoid darajamizda bundan tashqari ixtisoslashgan tuzilmalar va vazifalar jarayonlari amalga oshadi organoid darajamizda. Endi organoid darajasining yana bir muhim xususiyatlaridan biri kooperativlik xususiyatidir. Bunda bir-biri bilan bog'liqlik holatda ishlaydi organizmlarimiz. Aytaylik, masalan, ribosomani misol qilib oladigan bo'lsak, ribosomada masalan ixtisoslashish va tuzilma deyapmiz, to'g'rimi? Ixtisoslashgan tuzilma, ya'ni ribosomada qanday jarayon sodir bo'ladi, yoki lizosoma masalan parchalash jarayonlarini amalga oshiradigan bo'lsa, lizosoma fermenti masalan, yokida sitoskeletni misol qilib oladigan bo'lsak, sitoskeletda bu hujayralarning tayanch vazifasini bajaradigan tuzilma deb olsak bo'ladi. Bundan tashqari, organoid darajasida modda va energiya almashinuvi, masalan, mana xloroplast misol keltirilgan modda va energiya almashinuvi ham aynan organoid darajasida sodir bo'lar ekan. Navbatdagi tuzilish darajasi bu hujayra hisoblanadi. Hujayra bu tiriklikning eng kichik tuzilish birligi hisoblanadi. Ya'ni tiriklikka xos yuqorida ko'rgan 8 ta xususiyatlarimizni ham hujayra o'zida mujassamlaydi.
Ammo molekula buni hammasi 8 ta jarayonni ham bir-biriga bog'lay olmaydi. Molekulani ko'rsangiz siz tiriklikning tuzilish darajasi demak deb ololmaysiz, ya'ni 100% deb ololmaysiz. Hujayra darajasidangina boshlanadi tiriklikning tiriklikning darajalari, ya'ni sababi tiriklik nima dedik? Hujayra nima dedik? Tiriklikning 8 ta barcha darajalarini, ya'ni o'sish, rivojlanish, harakatlanish, ayrish, ko'payish, xuddi shu kabi 8 ta jarayonni ham o'zida mujassamlashtiradi hujayramiz. Hujayra darajasining komponentlariga plazmatik membrana, sitoplazma, yadro va organoidlar ham kiradi. Qarang, hujayra darajasiga. Ko'ryapsiz-a? Xo'p. Masalan, mana oddiy bitta qaysi organizmning hujayrasi bu? O'simlikning hujayrasi tasvirlangan. Bundagi mana bu yadrosi misol qilib olsak yoki sitoplazma, Golgi majmuasi deymizmi? Xuddi shu kabi organoidlar demak hujayra darajasida sodir bo'ladi. Ya'ni biz buni hujayra darajasida o'rganamiz. Shu bilan 5-darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.